Eshigimiz taqillatib to'la yo'q edi. Hamma ish bilan ovora, qornimiz ham to'q edi. Obkash degan narsaga chelaklarni ilardik. Quduqdan suv tashib kelib, idishni to'ldirardik. Tanchaga cho'g' olib kelib bosib qo'yib kuliga 1 kilo un berardi. Buxonkani puliga. Hammamizni uyimizda o'choq, tandir bo'lardi. Nonga ha deb chopmasdan non, patir yopilardi. Chiroqning idishiga kerosinni quyib olib, qorong'ida o'tirardik. Lampa shisha yoqib olib. Taxmonda o'rin, ko'rpa, mebel divan qayoqda, yerga joy solib uxlash moda edi hamma yoqda. O'zbeklar qiz uzatsa 10 ta ko'rpa qilardi. Ammo buvi, xolalar yotib qolgan borardi. Televizor